Sabr qiling kelin. Ichingizda qurtingiz bormi, nima bola? Bizning uyda ovqatni kattalar boshlaydi, xo'pmi? Ey dadasi, kim esmisiz amay? Hozir mana. Pishdim ovqat hozir boryapman mana. Hozir. 1 minut. Oshmi? Bitta tuvalet kirib chiqay hozir. Voy. Tuvalet suvi ketmayapti. 6 sekund. 1 minut. Hozir. Bu kishiniki nuqul ovqat payti tutadi. Hozir. 1 minut. Dada, qornimiz ochqab ketdi, kelasizmi? O'lib ket murdashav. Uzr. Hozir. Qo'y hidi bo'pti. Popolarimni almashtirib chiqay. 1 minut hozir. Ina hozirchilikda o'laman. Excuse me. O'lay. Endi qayerga? Achotim yirtiq kelin oldidan o'qilay. Cho'tinga kiydirib chiqqan. Sorry. Qanday? Qara, bismillah. Dilnoza qizing telefon qilyapti. Alo. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Padaringga la'nat. Hozir 1 minut. Jim o'tiring, och qorin yo'qdimi? Nima sen yeymi? Eshityapman kelin. Masanga qanaqa kabel qo'yganmi uyga? Zaminkani bo'lib portlabdi-ku. Oddiy kabel qo'y. Sifatsizdan qo'ydingmi? Men senga artikul kabellardan qo'ygin degandim. Buni ichidagi simi toza misdan. Har bir metri bor-ku, tekshirilgan. Yozda ham, qishda ham cho'tki ishlaydi. Zaminkani bo'lmaydi, portlamaydi, tokni zo'r o'tkazadi. Agar mana shu kabellardan uyimizga polni o'tkazsak, ishon butun umr xizmatimizni qiladi. Zo'r. Bo'pti, kayfiyatni buzmaylik. Qornim och qo'ygan osh taomlilar. Qani, bismillah. Absamat. Bola Absamat, dard Absamat. Jo'ra. Rizqim qo'shilgan ekanda. Ke. Rizqim o'lsin har kuni qo'shilmay. Qani, Boshla. yo sen boshlasan, kattasan. Ammo kattaman, ha? Men boshlashim kerak. Bitta qo'lim yuvaydi hozir. O'lib ketlaring, bo'ptimi, xo'pmi? Yursin. Sizga